Aziz ota-onalar, shirin shakar bolalar, bugun bayram tantana ham katta shodiyon. Xush kelibsiz ey aziz ustozlar, mehmonlar, onajon, otaxonlar. Avvalo hammangizga assalomu alaykum. Hurmatli mehmonlar, aziz ota-onalar, mana bugun bizda zo'r bayram, 1-B sinf o'quvchilarining savodxonlik bayrami. Alifbedir xatu savod eshigi, u bilan ochilur bilim eshigi. Ko'zlarning nuri-yu dillar g'ururi, u bilimlar shohi-yu ellar sururi. Assalom bolajonlar, aqli sof bilavorlar. Bugun shodlik muborak, savodxonlik muborak. Azizim onam, mehringiz, siz rahmat, qizingiz salomat. Ana shu savodxonlik bayramidan hammalarni tabriklayman. Kelgusi o'qishinglarda faqat yaxshi va a'lo baholi o'qishinglarni, namunali xulq egasi bo'lishinglarni, kelajakda shu maktabimizda faxr bo'lishinglarni tilab qolaman. Qadri bilinadi endi menga goh, oddiy maktabimning o'sha behasham. Navoiy-ku bizga ustozdir biroq, kimdir o'qitgan-ku Alisherni ham. Shunday buyuk zotga harf o'rgatgan kim? Oddiy muallimdir.
oddiy muallim. ayagan hayotning sanchiqlaridan, yiqilsa ko'targan to'siqlaridan, Otadek ezilgan, g'ussaga botsa, boladek quvongan yutuqlaridan, uyquda shogirdin o'ylab yotgan kim? oddiy muallim-da, oddiy muallim.
onalar, shirin shakar bolalar, bugun bayram tantana ham katta shodiyona. Xush kelibsiz ey aziz ustozlar, mehmonlar, onajon, otaxonlar. Avvalo hammangizga assalomu alaykum. Hurmatli mehmonlar, aziz ota-onalar, mana bugun bizda zo'r bayram, 1-B sinf o'quvchilarining savodxonlik bayrami. Alifbedir xatu savod eshigi, u bilan ochilur bilim eshigi. Ko'zlarning nuri yu tillar g'ururi, u bilimlar shohi yu ellar sururi. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, ota-onalar, mehmonlar. Mana bugun 1-B sinf o'quvchilarining Alifbe bayramiga xush kelibsizlar. Savodxonlik bayramiga hammanglarni farzandlaringlarni bayrami bilan tabriklayman. Mana bugun bolalar hammamiz xursandmiz-da. Katta hayajonlamiz, chunki bugun bizning eng so'nggi savodxonlik darsimiz, ya'ni savodxonlik bayramimiz. Ana shu bayram bilan hammanglarni tabriklayman. Kelgusi o'qishinglarda faqat a'lo va yaxshi baholarga o'qishinglarni, maktabimizda faxr qilishinglarni tilab qolaman. Kelajakda yaxshi insonlar bo'lib chiqishinglarni sizlarni ko'rganimizda har doim faxrlanib yuradigan farzandlar bo'lishinglarni tilab qolaman. Mana bolalar bizga 4 oy davomida Alifbe jonajon Alifbe kitobimiz orqali yozishi va o'qishi bilib oldik. To'g'rimi to'g'ri? Ani endi hozir biz shu jonajon Alifbe kitobimizdan o'rgangan she'r va qo'shiqlarimizni she'rda o'tilgan aziz ustozlarimizga, mehribon onajonlarimizga, buvijonlarimizga, mehmonlarimizga aytib bersak. Marhamat, tomosha qiling. Ustozim, eng avval sizga muborak, bergan bilimingiz bizga muborak. Toki tirikman unutmam sizni, yoshingiz chulg'asin yuzga muborak. Aferin zikkolar, ayyomingiz muborak. Yarim yillik sir mushaqqat yo'lni birgalikda bosdik. Bugun savodxonlik devonadan birgalashib ochdik biz. Alifbe bo'ldi sirdosh, ilm yo'lida yo'ldosh, sochda ziyo nurini bo'lib misoli quyosh. Alifbeni chaqirsak, barobar qarsak chalsak, kelar bizga mehmonga shu ajoyib makonga. Alifbe jon kela qol, bizga mehmon bo'la qol. Assalom bolajonlar, aqli soz bilag'onlar. Bugun shodlik muborak, savodxonlik muborak. Ayting nelar bildingiz, ne sirlar o'rgandingiz, menga sovg'a bo'lsin deb nelar tayyorladingiz? Chiziqchilar chizishni, o'qishni va yozishni, husn-u xato qiroat sendan o'rgandik faqat. Qani ayting, nechta harf bor menda? Hayotga jalb kitob, kitobcha adam beda, boshlanar alifbeda, 29 ta hali so'z koni, maktab bilim makoni. Toshlar unli indosh, bir ko'z va bir qosh, unlilardan 6 ta harf, indoshlari qolgani. Sendan qadrdon bo'ldingsa Alifbe kitobim, ko'zga go'yo nur berding charaqlagan oftobim. Ustozim o'qituvchilar barcha harf tanidi, bilimimga sen sabab o'qiy olaman endi. Harfni sendan o'qib bordim bilimda, senga dildan tashakkur, unutmaymiz hech qachon. O'g'il bolalarimiz ijrosida raqs tomosha qiling. Olmaysan,
to'plasin. Tartib bilan tizilib, bolajonlar so'zini eshitay mazza qilib. A harfi asalda alifboning avvali, asam kuch adolatda, aqlli ala afzali. Bor bo'ldi maktabim buyuk sulmoqma. Bor bo'ldi maktabim buyuk sulmoq maqsadim, bag'rida o'qib albat bo'laman sodiq farzand. To'ntaraklar bo'stonim, vatan bori bo'stonim, dunyo turguncha turgan, doimo obod bo'lgan. Ertaklarni sevaman, ertak joni dilimdir. Hana sani katta do'stlarim bu bilimdir. Fazilatim fahmlar, foydamni bilganlar ko'p, harfman fidoli, filda bardoshlarman xo'p. Harfi kul kiyoma, ko'sa qila timsoli, kullagan kulbog'im, ko'tak misoli. Hozir javob bo'laman, misoli gulla olaman, hazilkashman do'stlarim, buyukdir orzularim. Yem olib tanmayman, ikki baho olmayman, intilib istaklarga erishdim yuksaklarga. J harfman jalayli, jozibador va jo'shqin, jonimga joylaganman jonajon vatan mehrim. Kamina kaptarimga kamsuqum bor ko'p dema, kelajaging kamoling kurash intilpand dema. Ledan loli yozamiz, limuzinga yozamiz, latiflar loyatofa, loqaylikka yo'q toqat. Men harman mag'rurman, maqtovim tushkatirgan, mard maydonda sinar, mehnatim zo'r elga. Ne harfini bilamiz, ne siz nima qilamiz, noz ne'mat non bo'ldi, ochiq dasturxon bo'ldi. Aman olam meniki, oltin amadi va ol, ota onang oftob oy, odob alqish olib qol. Poytaxtim Toshkentda, parlagan yurtni paxtiga ko'makonim jon O'zbekiston. Qaydan qayga yozamiz, qayerlarga ushladi, qishda qarg'achar, qalin qorni quchadi. So'zlamoq odatim, rostlik saodatim, nur ziyoda to'laman, rostli inson bo'laman. Suv bo'lmasa hayot yo'q, suvsiz unmas nahor. Suv bu oba hayotdir, suvni qilmaylik uvon. Sen tanib olursan, tumares deb yozursan, Toshkent ona shahrimdir, ta harfida yozgimdir. Ustozlik mo'tabar o'qitlari tillosan, o'qitgan chijib zahmat, ustozga bir rahmat. Bu harfiman vazifa, va'daga vafodorlik, vijdoning va vatanni vujudimda vafodorlik. Ye harfman bilursiz, yod tanimay qolursiz, yo'lchi yo'ldosh yo'q deb mendan boshlay yozursiz. Qattiq derlar meni yozgum taxta paxtani, xo'rozxona xoli ham men bilan bo'ladi jam. Harfman zinatim, zehrliman, ziyrakman, ziyosatir zaramga zo'rman, zarur kerakman. U harfman o'rtoqcha, o'qiganlar ishdan ozar, o'qib bo'lgan elimni o'qimagan el buzar. Harfiman g'amxo'rman, g'olib, doim g'ayratli, g'olib hamrohdir menga, g'oliblik go'yo totli. Harfman bilasiz, shoshib kelasiz, shogird chog'lash shodmoni, shogirdlikka olasiz. Shu harfiman tanib oling, charcha bilma qoling, cho'llarni chaman qilib, chaqqon bo'lingiz. Boshqa ikki harf ishlar bitta tovush uchun va g'in juftligi ko'rsatardi baq kuchib. Bolajonlar, orqamizning harflarimizni olamiz. Hammaning o'rgana
Alifboni o'rganib, bilimli bo'lamiz. Harflarni o'rganamiz, o'qishni o'rganamiz. Alifboni o'rganib, bilimli bo'lamiz. Asal, 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 belkurak, belkurak, danak, 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 esa elak. Asal, 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 belkurak, belkurak, danak, 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 esa elak. Kitoblarni o'qishni, ertaklarni o'qishni, chiroyli yozishni o'rganib olamiz. Favvora, favvora, gilos, 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 handalak, handalak, esa ipak. Favvora, favvora, gilos, 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 handalak, handalak, esa ipak. Alifboni o'rgansak, she'rlar ham yod olamiz. Ota va onamizni xursand qilamiz. Jo'ja, 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 kitob, 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 lola, 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 menga mushukcha. Jo'ja, 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 kitob, 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 lola, 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 menga mushukcha. Alifboni o'rgansak, biz ziyoli bo'lamiz. A'lochi va bilimdon ola bo'lamiz. Ninachi, ninachi, olmaxon, olmaxon, paypoq, 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 ga qo'g'irchoq. Ninachi, ninachi, olmaxon, olmaxon, paypoq, 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 ga qo'g'irchoq. Turli tuman harflardan iborat alifbomiz. Unli va undosh harflar bizning do'stimiz. Randa, 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 soyabon, soyabon, to'ti, 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 u esa uket. Randa, 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 soyabon, soyabon, to'ti, 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 u esa uket. Alifbomizni buncha o'rgandik ancha muncha, yana davom etamiz so'nggi harfgacha. Varak, 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 xo'roz, 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 yurak, 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 esa zirak. Varak, 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 xo'roz, 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 yurak, 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 esa zirak. Harflarni o'rganamiz, o'qishni o'rganamiz. Alifboni o'rganib, bilimli bo'lamiz. O'rdak,
shaftoli shaftoli chega chumoli. Sarvi xiraman aşk qotib ketdi. Nagah ko'rinib ko'chada ul sarvi xiraman qosh qotib ketdi. Qosh ko'chada ibo qilib jubbasilar zon bir boqib ketdi. Ul sho'ng'im hay ko'zlar ofat so'z otash hay hayni javohir bir şey vaqtli bitmadi o'ziga hayron hush yo'qdib ketdi. Bir şey vaqtli bitmadi o'ziga hayron hush yo'qdib ketdi. Bir vaqtdib ketdi o't yo'qdib ketdi. Hay hayni javohir zoritdib ketdi. Bir vaqtdib ketdi o't yo'qdib ketdi. Hay hayni javohir zoritdib ketdi. Jonajon Arshbek kitobimizdan o'rgangan Alisher Navoiy bobomiz haqida sahna ko'rinishi Alisher va Lutfiy.
Alaykum assalom, barakalla. Saqrini ko'rgani kelibsiz, asholaringizdan tinglaylik. Bajonidil ustoz, orazin yopqach ko'zimdin sochilur har lahza yosh, bo'ylagin paydo bo'lur yulduz nihon bo'lgan quyosh. Barakalla, ofarin. Agar imkon bo'lganida edi, umrim bo'yin yozgan barcha asholarimni sizning shu chiqator she'ringizga alishgan bo'lur erdim. Barakalla bolalar, men ko'rdimki, alifbodagi barcha harflarni yaxshi bilib olibsiz, lekin shu harflarni qo'shib yoza olasizmi? Albatta biz harflarni qo'shamiz. O'zim cho'zilivagan vatan, ota-ona, ustoz, yurtboshim kabi so'zlarni yoza olamiz. Sizni bag'riga bosgan bolalar yarab o'sgan, yuksalaver yilda-yil O'zbekiston jon vatan. Yosh avlodni o'ylagan, baxtimizdan so'ylagan, sog' salomat bo'lsin boshim, rahmat sizga boshim. Bilimlar mamlakati makonlandik bizga, ta'zim va rahmat deymiz sizga aziz ustozga. Farzandiga jon fido, turib tinchimas aslo, bardam salomat bo'ling ota-onam doimo. Kulib berimiz, bulbul bo'lib sayraymiz, quchog'i bag'ri bo'ston, betakror jannat makon, sendan oldi jahon mustaqil O'zbekiston. Allomlar beshidi, bag'ri dunyo eshidi, maxtiyasi qo'shig'i mustaqil O'zbekiston. Musaffo osmonimiz, xo'r vatan posbonimiz, doim gullab yashnasin shu aziz postonimiz. Ana yurtdan oltin mechugin. Onrotim ama bo'lsin, rangi samand bo'lmas. Vatani borning baxti bor, mehnati borning taxti bor. Bulbul chamanni sevar odam vatani. Agar so'rasalar jannatning mendan, onajonim oyoq ostida ana bizning ulg'aytirgan, barkamol qilgan aziz suyanchig'im mehribonim ona. Ayyomingiz bilan qutlamoq istab, bugun poyingizda qilamizdan yelkamdan Makkaga borsam ko'tarib, shunda ham uzilmas farzandlik qazim. Oqshomlar uxlamay aytganda alla, ovozim tinglarkan yetti mahalla, ovozim borcha aytay baralla, oyijon men sizni yaxshi ko'raman. Men uni sevaman juda ham qattiq, u ertak emas, chin haqiqatdir. U mening borlig'im, jonimdir. U inson mening onajonimdir. Jannat onalar oyoq ostida. Onaning gallasi dunyoni bilan. Ona bilan bola, gul bilan lola. Onaning ko'ngli bolada, bolaning ko'ngli dalada. Doirani oling, sho'xiga chaling. Doirani oling, sho'xiga chaling. Kuylay, o'ynang, davraga keling. Doirani oling, sho'xiga chaling. Kuylay, o'ynang, davraga keling. Yurtimizning bayramlari boshqacha, tortilar sumalak halim oshigacha. Yurtimizning bayramlari boshqacha. Doirani oling, sho'xiga chaling. Kuylay, o'ynang, davraga keling.
yoshigacha doirani oling sho'xiga chaling kuylay o'ynang davraga keling doirani oling sho'xiga chaling kuylay o'ynang davraga keling sho'xiga chaling doirani oling sho'xiga chaling kuylay o'ynang davraga keling doirani oling sho'xiga chaling doirani oling sho'xiga chaling kuylay o'ynang davraga keling kuylay o'ynang davraga keling Hangisi bali sahna ko'rinishi yakshanba kuni Salim uyqudan kech turdi. Oyi, qornim och, menga ovqat bering. Avval salom bermaysanmi? Qanaqa salom? Qornim och bo'lsa sizga qanaqa salom beraman? Ovqat bering. Mana senga samsalar yeb ol. Voy, buncha bo'lmasa bu somsalaringizni yemayman. Menga boshqasini pishirib bering. Hop mayli, faqat bitta shartim bor. Uy ishlarida menga qarashsang, senga issiq samsalar pishirib beraman. Hop, mayli. Salim oyisiga qarashib yubordi. Hovli supurdi. Axlatlarni to'kdi. Changlarni artdi. Oyi, ishlarni qilib bo'ldim. Pishirgan somsalaringizdan bering. Barakalla borjonim, mana senga samsalar yeb ol. Bunga shirin bo'lmasa bu somsalaringiz. Oyi, bu somsalarni qachon pishirishga ulgurdingiz? Yo'q, bu avvalgi samsalar senga shirin tuyulishdan sabab, chunki sen mehnat qilib yeding. Ko'rdingmi, borjonim, mehnat qilib yegan noning albatta shirin tuyuladi. Ana ko'rdingizmi bolajonlar, mehnat qilib topganing qandu asar totganing degan maqol bejiz aytilmagan. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, qadim zamonda kambag'al o'tinchi bo'lgan ekan. Bir kuni o o'tin terib yursa, bir garador laylakni ko'rib qolibdi. Voy laylak, senga nima bo'ldi? Yarador bo'lsan, men seni davolayman. Ana endi uchib ketsak ham bo'ladi. Rahmat senga bobojon. Mana bu tarvuz urug'i senga. 'Tarvuz urug'ining ekibdi. Ertasiga kelib qarasak, katta tarvuz bo'lib pishib turgan. Voy, bir pasta pishdimi? Endi buni so'yib yeymiz. Yaxshilab qara. İçinden nimalar chiqdi? Voy, bu oltin tangalarmi? Oltinchining bir aziz qo'shnisi bo'lgan. Hayotda sen hid kambag'al eding-ku, yeyishga noning yo'q, shuncha oltin tangalarni qayerdan olding? Men oltin terib yurganimda bir yarador laylakni ko'rib qoldim. U menga tarvuz urug'ini berdi. Men uni tezda ekdim. Uni so'ygan edim, ichidan oltin tangalar chiqdi. Menda ham ko'p oltin tangalarim bo'lishini xohlayman. Endi laylakni qidirib topishim kerak. Ketdim. Qayerdan topdim bu laylakni? Ana laylakni topdim. Bir urib
O'zim seni davolayman. Ana endi sen ham bo'ladi. Olaylar, qanday taruzini? Mana senga sarılsın. Barxaziz boy taruz urug'ning ekdi. Ertasiga kelib qarasa, katta taruz bo'lib pishib turganmish. Voy, taruz katta bo'pti-ku. Endi buni uyga olib borib so'yaman. Yana tag'in birovlar ko'rib qolmasa, deydilar bunda. Ana ko'rdingizmi, ochqozlikni oxiri voy bo'ladi. Qizlarimiz ijrosida Xorazmcha raqs. Devreni kinrak alın, sazlı şokundan çalın. Devreni kinrak alın ey, sazlı şokundan çalın. Keyfiyetini götürüp lezgini şokrak çalın. Keyfiyetini götürüp lezgini şokrak çalın. Aman aman oynalın, lezgi çalın oynalın. Aman aman oynalın ey, lezgi çalın oynalın. Oynamadan kalmasın devremizde oynalın. Tarnı bülbüldün seyretip oynamaganam oynatıp. Tarnı bülbüldün seyretip ey oynamaganam oynatıp. Daireni hemdim bürüdetip düşüp düşüp oynalım. Kayraklarını şakırdatıp düşüp düşüp oynalım. Aman aman oynalım, lezgi çalın oynalım. Aman aman oynalım, lezgi çalın oynalım. Oynamadan kalmasın şu devrede oynalım. Oynağanlar dermanda, oynamağa dermanda. Oynağanlar dermanda yey, oynamağa dermanda. Lezgi köyü başkaça, oynatar 100 yaş eçe. Lezgi köyü başkaça, oynatar 100 yaş eçe. Aman aman oynalım, lezgi çalın oynalım. Aman aman oynalım, lezgi çalın oynalım. Oynamadan kalmasın devremizde oynalım. Oynamadan kalmasın oynalığa oynalı. Oyna oyna ala göz yanından. Oyna oyna kara göz boyundan. Oyna 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 ala göz yanından. Ey oyna oyna kara göz boyundan. Ofarin sizlarga, bolajonlar, men sizga
birinchi kitobdirman. Dilingizni yoritgan go'yoki oftobdirman. Ko'rdim bugun donosiz, hammadan ham a'losiz. O'qish yozishni bilgan, aqlingiz ham rasosiz. Endi boray, dam olay, sizga baxt omad tilay. Ongingizni charxlash uchun o'qish kitobini orlay. O'qishni seving mendek, chin yurakdan o'qingiz. Hikoya ertaklarni mag'zin chaqib o'qingiz. Xayr, xayr bolalar, meni sira unutmang. G'ayrat bilan o'qingiz, nasihatim unutmang. Salom yangi do'stlarim, erka qora ko'zlarim. Bugun sizga yurakdan atalgandir so'zlarim. Meni o'qish deydilar, o'qib o'qish deydilar. Mendagi har mavzuni mag'zin chaqin deydilar. Meni asta varoqlab, mazza qilib o'qursiz. Ibrat olib so'zimdan xalqimizga yoqursiz. O'qing meni ardoqlang, men do'stingiz bo'laman. Qo'lim cho'zib sizlarga yodingizda bo'laman. Qalbiga shodlikdan qo'rg'on quraman. Hayotida yangi sahifa ochib, onamni eng baxtli ayol qilaman. Quvonch elchilari turar yo'l bo'ylab, yuragim tubiga mehrni joylab, hammadan ham ko'proq asrab avaylab, onamni eng baxtli ayol qilaman. Man halaman. Onamni eng baxtli ayol qilaman. Xudo xohlasa halaman. Onamni eng baxtli ayol qilaman. Man halaman. Onamni eng baxtli ayol qilaman. Xudo xohlasa halaman. Onamni eng baxtli ayol qilaman. Tunda ham qalbida so'maydi quyosh, ko'ziga qayg'udan to'lmasidan yosh. Hayotda men uchun eng yaqin sirdosh, onamni eng baxtli ayol qilaman. Orzular ro'yobi o'zin oqlasa, omadli kunlarim meni yo'qlasa, nasib qilsa bir kun Xudo xohlasa, onamni eng baxtli ayol qilaman. Man halaman. Onamni eng baxtli ayol qilaman. Xudo xohlasa halaman. Onamni eng baxtli ayol qilaman. Man halaman. Onamni eng baxtli ayol qilaman. Xudo xohlasa halaman. Onamni eng baxtli ayol qilaman. Yurakchalar olib chiqishdi. Bular oddiy yurakchalar emas. Ana shu yurakchalarning orqasida farzandlarimizni dil izhorlari yozilgan, sizlar uchun atalib yozilgan. Hozir mana nima dedim, men Alifbey ana bayramimizni an'anasini sal buzgan holda sizlarga musobaqa uyushtirmadim. Bugun hamma onani qatnashishini xohladim. Hozir hammanglar chiqasizlar. Hammanglar chiqib shu yurakchalarni olib, orqasidagi dil izhorlarni o'qib berasizlar. Yana
man 4 oy davomida bolalar bilan suhbatlashganimda ularni kelajakdagi orzulari haqida, qanday kasb egallash haqida gaplashdik. Shunda bolalar o'z yoqtirgan kasblarni aytishdi. Mana sinfimizda o'g'il bolalardan ko'pi harbiy bo'laman, militsioner bo'laman dedi. Bo'laman deb 60% bola shunaqa dedi. Lekin shularning ichida eng kichkina qiz bor sinfimizda, Imrona. Hali Imronaga gal kelmaganda shunda keldi qulog'imga pichirladi. Ustoz, men ham militsioner bo'laman dedi. Shunda men faxrlandim bolalardan, shu vatanga himoya, oilasini, vatanini himoya qiladigan bola bo'lishini bilib juda ham faxrlandim. Qizlarimizdan 60% hamshira, shifokor bo'laman deyishdi. Bu ham juda ham yaxshi kasb. Insonning salomatligiga javob beradigan eng kerakli kasblardan biri. Keyin ular ichida ishbilarmon bo'laman deganlar, zavod direktori bo'laman deganlar, prokuror bo'laman deganlar, stewardessalar bor. Hamma kasblarni tanlab chiqishdi. Lekin men kutdim rosa boladan, o'qitdim. 29 ta bolani kutdim. Hech bitta kasbni tanlashmadi mana ustozlar. Mana tarbiyachi ham kutdim. Lekin oxirida bitta qiz rosa ikkilandi sinfimizga qiz. Kim bo'lmoqsan desam, ikkilandi. Kim ustoz bo'lib qolaman desam, yo'q ustoz, men shifokor bo'laman. Mana 30 yil bolalar ichida yurgan bo'lsam, oldingi bolalarni fikrlashi boshqa edi. Hozir zamon bilan bolalarimiz rivojlanib shiddat bilan oldingi bolalardan so'rasangiz 50% ustoz bo'laman derdi. Hozirgilar yo'q. Bildimki, bolalar ustozlik kasbi juda ham mashaqqatligini, quvvatli sabr, bardosh kerakligini bilishdi. Mashaqqati ko'pligini bilib tanlashmadi. Lekin mana hozir bolalarimiz anaqa Abduballa hozir ochib chiqdi. Mana hozir bolalarimiz o'ziga tanlagan kasbini sun'iy intellekt yordamida tasvirladik. Kelajakdagi bolalar, mana o'z kasblarini tanlagan. Hurmatli ota-onalar, hozir hammanglar bir chekkadan boshlaymiz. Abdulloh Xoyisidan keyin ketma-ket boshlab bolalarimizni qo'lidan yurakchalarni olasiz. Bitta rasmini tanlab bolangiz oldida turtirasiz. Hammani chiqadi. Boshladik. Abdulloh keyin Mastuba shunaqa chiqasizlar. Boshlang. Birinchi Abdullohdan yurakchani oling. Tabriklar oilani Abdulloh. Oldida turing. Rasmini tanlab olasiz. Milyonlar içinde topkanım, milyon dert eşigin yapkanım. Bir tekrar sen şunçeler güzel, yaratgandan bir aya basar. Seni görüp dil baxtni sezar. Milyonlar içinde boşsan, bunchalar ham samimiy va yaxshisan. Betakror sen shunchalar go'zal, yaratgandan bir noyob asar. Seni ko'rib dil baxtni sezar. Sog'inib kechalar bedor bo'lib kutding meni, sog'inib nechalar azobda qoldirdim seni. Ko'z yoshing sababim men o'zim, dilingni ranjitgan men o'zim. Sog'inib kechalar bedor bo'lib kutding meni, sog'inib nechalar azobda qoldirdim seni. Ko'z yoshing sababim men o'zim, dilingni ranjitgan men o'zim. Azorlar berdim tan olaman. İshon endi seni ko'ngling olaman. Betakror sen shunchalar go'zal, yaratgandan bir noyob asar. Seni ko'rib dil baxtni sezar. Sen uchun go'zalim, bag'ishlayin bu kuylarim sen uchun.
shu betakrorsan shunchalar go'zal yaratgandan bir noyob asar seni ko'rib dil baxtni sezar sog'inib sog'inib kechalar bedor bo'lib kutding meni sog'inib sog'inib nechalar azobda qoldirdim seni ko'z yoshing sababi men o'zim dilingni ranjitgan men o'zim sog'inib sog'inib kechalar bedor bo'lib kutding meni sog'inib sog'inib nechalar azobda qoldirdim seni ko'z yoshing sababi men o'zim dilingni ranjitgan men o'zim Mana men hozir Ziyodani oyisi ishli odam. Ziyodani oyisi ketib qolganiga endi oyisi bo'laman. Endi bizning ko'cha oyisi. Mana Ziyodani kelajakda men ishbilarmon bo'laman dedim. Ishbilarmon, tadbirkor bo'laman dedi. Bu deganlar. Oyisiga shunaqa tilga yozdi Ziyoda mana o'z qo'llari bilan mana yozib qo'yganmiz. Onajonim, duolaringiz meni asraydi. Qizingiz Ziyodaxon. Abdulloh o'g'lim, assalomu alaykum. Meni jannat onam, men sizni yaxshi ko'raman. Bizni baxtimizga sog' omon bo'ling. Men sizni katta bo'lsam, umri safarlarga olib boraman debdi. Assalomu alaykum. Mehribon onajonim, siz eng yaxshisiz. Qizingiz Muslima. Endi o'zligini tilida. Onajonim, mehringiz qalbimda istadi. O'g'lingiz Ibrohim. Aziz onajonim, mehringiz cheksizligi uchun rahmat. Qizingiz Durdona. Aziz onajonim, quvvatlaganingiz uchun rahmat. O'g'lingiz Ikrom. Men uchun hammaga aziz onajon, g'amxo'rligingiz uchun rahmat. Ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q. Onam, sabringiz va mehringiz uchun rahmat. Onam, duolaringiz hayotim nuri, o'g'lingiz Imronbek. Onam, borligingiz men uchun baxtli. Onajon, siz doim sog' bo'ling. Biz sizni mehr bilan asraymiz. O'g'lingiz Islom. Mehribonim, onajonim, hayotim tayanchsiz. Qizingiz Imronim. Aziz onajonim, siz bilan baxtliman. O'g'lingiz Shahriyor. Onajonim, duolaringiz menga kuch bag'ishlaydi. O'g'lingiz Habib. Azizim onam, mehringizga cheksiz rahmat. Qizingiz Salomat. Onajon, siz bilan uyimiz doim quvonchga va barakatga to'lsin. O'g'lingiz Samandar. Onam har nafasingiz uchun rahmat. Oxirgi.
onajonim sabringiz menga kuch beradi. O'g'lingiz rahmat. Sizlar mehringiz bizga kuch beradi, onajon. O'g'lingiz Hamadali. Abdulani o't o'chiruvchi bo'laman dedi, lekin sun'iy intellektda uni o't o'chiruvchilarni boshlig'i qilib chiqardi. Onajonim, mehringiz bilan baxtliman. Aziz onajonim, mehringiz uchun rahmat. O'g'lingiz Sirojiddin. Onajon, siz mening suyangan chirog'imsiz. Qizingiz Dilfarid. Onajon, siz kulib yursangiz, uyingiz chiroyli bo'ladi. O'g'lingiz Ulug'bek. Mehribon onajonim, sizga qalbimdan rahmat. Qizingiz Onajonim, mehringiz umrimga baraka beradi. O'g'lingiz Mirsafo. Onam doim yonimdasiz. Rahmat, qizingiz Durdona. Onajonim, siz dunyodagi eng go'zal onasiz. O'g'lingiz Temur. Aziz onam, mehringiz bebaho. Rahmat, qizingiz Nigina. Samolyot tujar. Bizani uchirasiz turadiki. Temur qaydi. Onajonim, mehribonim. Sizni yaxshi ko'raman. Ko'ngil sizingiz Malikaxon. Bir bor ko'rib devonaman shu yarimning kulgusiga. She'r desangiz g'azal yozay menga bo'lgan sevgisiga. Oh hayolim olar ifori, jonim desa beraman jonim. Ayting bunday sevgi qayda bor? Yo'q, topilmas qiyosli. Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q. Yulduz to'la tun aytsin. Siz mehribon onajonlar, mana bolalarimizni nima bo'lsa ham umri uzoq bo'lsin. Shu istagan, xohlagan kasblariga ega bo'lib, kelajakda shularni rohat ko'rib, ko'rganda faxrlanib yuradigan farzandlar bo'lsin. Sizlarga qo'shilib men ham faxrlanib yuradigan farzandlar, yurtimizda eng oldi prezidentlari bo'lsin, yaxshi ishlaydigan farzandlar bo'lib yetsin. Hozirgi mana bilan beg'ubor davlatdagi orzulari albatta ijobat bo'ladi. Shularni rohatini ko'rib yuringlar hammaga. Rahmat sizlarga. Endi o'tirib olamiz. Aziz mehmonlar, sinfimizdagi bir o'quvchimiz Abdulloh ancha payt qo'li sinib maktabga kela olmadi. Tayyorlamayotganimizda ham uncha qatnasha olmadi. Shuning uchun oyisi ikkalasi nomer tayyorlab kelishgan. Hozir o'rtaga chiqib qo'yib berishadi. Abdulloh, oyisi keling. Ataylab, ataylab dars qildim bugun. Oyim xursand bo'larmikan deb. Olsam agar 5 baho bilarmikan deb. Oyim hayron bo'lib qoldi yo. Boshdan oyoq nazar soldi yo. Shubhaga ham borib qoldi yo. Rostdan ham dars qilarmikan deb. Dars qilaman men, 5 olaman men. Endi aqlli bola bo'la olaman men. Dars qilaman men, 5 olaman men. Endi
tomonga qor bobo shoshib kelyapti. Chaqiramizmi? Boshladik. Salom bolalarim. Meni kutib charchab qolmadinglarmi? Yo'q. Uzoq shimol o'lkalaridan sizlarni tabriklagani, bugungi savodxonlik bayrami bilan sizlarni muborakbod etgani keldim. Endi menda-ku sizlarga sovg'a bor. Sizlarda-chi menga sovg'a bormi? Ha. Nima sovg'alar berib bilasizlar menga? Qani? Qor bobojon, qor bobo, sovg'alari bor bobo. Uyimiz juda issiq erib ketdi, jon bobo. O'tgan yil Aliska qochyapti, yangi kun iforim sochyapti, yangi bir sahifa ochyapti. Yangi yil kelyapti do'stlar. Barakalloh. Qish kunida qor qish kunida muz bilan qorda qolgan ez bilan qor bobo xalqaz bilan kirib kelar yangi. Issiq kiyamiz, qorni juda so'yamiz. Chanada biz uchamiz, yangi yilni kuchamiz. Yangi yilni kutamiz, eski yilni kutamiz. Dasturxonni bezatib, barchamiz kulib kutib olamiz. Issiq yarasga shu, no'yi bashko'yi mo'yi fakashu. Yangi bayramda qor boboni kutamiz. Qop orqalab kelsa gap, zavqqa to'lib ketamiz. Bobojon, bular ingliz tilini ham bilishadi. Ingliz tili o'qishgan bular. Bular alifbodan tashqari boshqa tillarni ham o'rganadi. Bilishadi bular. Hozir siz so'raychi-sani? Ingliz tilida savol bersam, uyaltirib qo'ymaysizlarmi? Yo'q. Okay, we are start. What's your name? My name is Muslima. Well done, Muslima. How are you? My name is Timur. How are you? How are you? Yaxshimisiz? I'm fine. I'm okay. Yaxshi. What's your name? My name is Yana nimalarni bilasizlar? Boshqa so'zlardan so'rasam bo'lar. Xo'sh, kelinglar, unda bir o'yin o'tkazamiz sizlar bilan. Xo'sh, men endi oldinglardan o'tib, birma-bir o'quvchilardan chiqaraman. Javobiga yeting. Xo'sh, yodagi o'quvchilarimizdan ham olib ketdik-ya. Hozir sizlarga o'zbek tilida so'z aytaman, sizlar ularning inglizchasini aytib bera olasizlarmi? Qizil. Kim birinchi bilsa, kim aytaversin, qo'l ko'tarmasdan. Oq. O'tirganlarda kim? White. Juda ham to'g'ri. 8. 8. Juda ham zo'r. 7. 7. Ruchka. Oyi. Juda ham zo'r. Dada. Juda ham zo'r bilimlaringlar. Juda ko'p narsani o'rgandingiz. Ya'ni inglizchada qo'shiq kuylab berishadi hozir bular sizga. Qo'shig'inglar ham bormi? Tayyormisizlar? Open, close, everybody clap, clap, clap. Open, close, everybody touch your
Eyes. Open, close, open, close. Everybody clap, clap, clap. Open, close, open, close. Everybody touch your ears. Ears. Open, close, open, close. Everybody clap, clap, clap. Open, close, open, close. Everybody touch your nose. Nose. Open, close, open, close. Everybody clap, clap, clap. Open, close, open, close. Everybody touch your arms. Arms. Open, close, open, close. Everybody clap, clap, clap. Open, close, open, close. Everybody touch your knees. Knees. Open, close, open, close. Everybody clap, clap, clap. Open, close, open, close. Everybody touch your head. Good job. Well done, well done. Masalan, bizga tushib berishadi, qizlar chiqadi. Open,
ko'rib turibman, juda ham bilimdon, zukko, dono o'quvchilar bo'lishi kerak. Bu yilni bekor o'tkazishmabdi. Shuncha bilimlar, shuncha ajoyib raqslar bilan meni kutib olganligiga juda ham xursandman. Endi bayramimiz bu qo'shaloq bayram bo'ladi. Savodxonlik va qaysi bayram kelyapti? Yangi yil endi nimasiz bo'lmaydi? Qorbobosiz, qorbobo sovg'asiz bo'lmaydi. Endi sizlarga o'zimni uzoq o'lkalardan olgan sovg'alarimni beraman. Tayyormisizlar? Keladi qorbobo Olga belab yeru osmonlarda Keladi qorbobo yangi yil Ko'zlar biz tomonlarni chiroqlar yonadi hamma yoq yorug' bo'ladi balki qachondir bor ham bo'ladi shodligi dilda qoladi biz qanchalar sog'inib kutamiz bu yilda keladi bu bayram shu qo'shiqni sizlarga aytamiz zo'r bo'lib yuring hammadan keladi qorbobo yangi yil Olga belab yeru osmonlarni Keladi qorbobo yangi yil Ko'zlar biz tomonlarni Kelaman taqillatib, hasanni to'killatib Beraman sovg'a, bolalar xursandib Sovg'a olasi kelsin, shirinni aytib bersin Boshqa shirin yo'qmidi? Keladi qorbobo yangi yil Olga belab yeru osmonlarni Keladi qorbobo yangi yil Ko'zlar biz tomonlarni Aziz bolajonlar, xuddi sizlarga o'xshagan mana jajji bolachalar mayman o'tdi. Endi menga ruxsat berasiz. Men ularni ham borib tabriklab kelishim kerak. Ruxsatmi? Hayır, kelgusi yangi yilda ko'rishguncha. Hurmatli ustozlar, aziz mehmonlar, mehribon onalar, mana shuning bilan birinchi B sinfining savodxonlik bayramini yakunladik. Hammalar xush kelibsizlar, kelganingiz uchun katta rahmat. Bolalarimizni kelgusi o'qishlarda faqat yaxshi va a'lo baholarga o'qishsin. Hozir endi so'zni maktabimizning ilmiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari Berkinova Gulsara opamizga beramiz. Assalomu alaykum. Bugungi shodiyona kuniga yig'ilgan aziz mehmonlar, onajonlar, buvijonlar, ustoz, xush kelibsiz bugungi bayramimizga. Bolajonlar, bugungi savodxonlik bayramimiz sizlarga ham qutlug' bo'lsin, muborak bo'lsin. Har doim shodlik kunlaringiz ko'p bo'lsin. Mana bu yil biz yarim yillik sarhisobini ko'rdik bugungi kechada, bayramda. Shunaqa xursand biz, menimcha onalar ham juda ham xursand bo'lgan bo'lsa kerak. Xuddi o'zimizni konsertda o'tirgandek his qildik. Hamma o'tirgan mehmonlarga, ustozlarga ham shunaqa yaxshi kayfiyat berdinglar, bayramona kayfiyat berdinglar. Sizlarni bilim olganingizdan, o'zingizlarni tutishingizdan, bugungi bayramni shodlikda o'tganligidan biz juda ham xursandmiz. Yana bir bor tabriklayman. Kelayotgan yangi yil hammamizga, bolajonlarimizga, ustozlarga, jondan aziz onajonlarimizga quvonch, omad, baxt olib kelsin. Xonadoninglar har doim nurga to'lsin. Shunaqa farzandlaringlarning kulgunisini ko'rish, rohatini ko'rish har doim o'zingizga ham nasib qilsin, hurmatli onajonlar. Sizlarning ham mehnatinglar bor. Shunaqa farzandlik katta qilib bergan onajonlarga mendan bir rahmat aytamiz. Ustoziga ham bugungi kunni, shodlik kunini chiroyli o'tkazib bergan, o'zini xizmatini ayamagan, sabr toqat bilan birga bilim o'rgatgan, harf o'rgatgan ustoz, sizga juda ham katta rahmat.
martabangiz bundan-da ulug' bo'lsin. Mana shu farzandlarni, o'quvchilaringizni ardog'ida, rohatida yuring. Keyingi ishlaringizga sabr toqat tilaymiz, omad tilaymiz. Yutuqlaringiz juda ham ko'payaversin. Omad tilaymiz. Ustoz hamda mana shu maktabda ishlayotgan ustozlar, ma'muriyatlar tomonidan o'quvchilarimizga shunaqa chiroyli bilim olganliklari uchun taqdirlash o'tkazar ekanmiz. Mana shu taqdirlashimizni boshlaymiz. Abduavazov Sirojiddin bolajonimizdan boshlaymiz. Chiroyli tadbirlari uchun tabriklaymiz. Bugungi chiroyli bayramda chiqishlaringiz uchun chiroyli andiqalarni kutib oling. Rahmat sizlarga ham. Abdukarimov Abdulloh bolajonimizni chaqiramiz. Tabriklayman bolajonim. Qanday shunaqa bilimli bo'lgin. Abduvaliyev Muhammadali. Tabriklaymiz. Chapelaringizni janib qo'yinglar, onajonlar. Alijonov Habib bolajonimiz kelyaptimi? Sovg'alarni qo'yib, yugurib kelamiz. Tabriklaymiz. Alijonova Nigina. Xushchaqchaq qizimizni ham bir tabriklab qo'yinglar. Alodinov Abdunabi bolajonimiz qayerda ekan, kelyaptimi? Tabriklaymiz. Yangi yilni yaxshi kutlagan, yaxshi kayfiyatda deb kutlagan. Ashirboyev Imronbek kela qadari. Tabriklaymiz. Xastagilar bo'lsin shu bolamizga. Baxtiyorova Bekzoda qizimizni taklif qilamiz. Tabriklaymiz. Ali qizlarimiz. Baxtiyorova Dilfarid. Kelyaptimi qizimiz? Va tabriklaymiz. Kattakon rahmat. Boymuratov Jahongir bolamizni chaqiramiz davramizga. Qarshilaringlar bilan tabriklaymiz. Ergeshova Durdona qizimizni chaqiramiz. Durdona qizim tabriklaymiz. Qarshilaringlar bilan chiroyli raqsga uchun berishga undaymiz. Faxriddina va Ruxshona qizimni chaqiraman. Ko'zimni qizalog'im. Chaqchaqim jonim. Iftixorova Salomat. Kela qoling, salomat bo'ling. Qarshilar bilan tabriklaymiz bu qizimizni ham. Mirkomilova Malikaxon qizimizni ham chaqiramiz. Qarshilar bilan tabriklaymiz deb aytamiz. Mirtillayev Ibrohim. Tabriklaymiz. Jonim yangi yillarni yaxshi kutlaydi. Mirtursunov Ikrom. Mirtursunov Ikrom bolajonimizni taklif qilamiz. Tabriklaymiz. Qarshilaringiz chiroyli bo'lsin, chiroyli chiqishlari bo'lsin. Mirzatillayev Rahimberdi. Keling bolajon. Tabrik. O'qigan. Mirzatullayeva Muslima. Qarshilaringlar bilan Muratov Mirsafo. Qarshilar bilan tabriklaymiz. Chiroyli aytib berdi. Muhammadjonov Shahriyor bolajonimizni ham taklif qilamiz. Tabriklayman bolajonim. Portugaliyeva Mohigul qizimizni taklif qilamiz qarshilaringlar ostida. Tabriklayman qizalog'im. Chilaboyev Ulug'bek kela qobolajon. Xo'jaliyev Samandar bolajonimizni ham taklif qilamiz. Turumboyev Muslim. Qani, Muslim kela qob. Tabriklaymiz. Tursunboyeva Ziyodaxon qizimizni tabriklamiz. Haqqongina 7 yilgina qizimiz. 5 baholiga bitirishga tilakdoshmiz. Taboyeva Imrona qizimizni ham taklif qilamiz. Imrona. Qaysimli qizimiz tabriklaymiz. Uktamova Shahruza qizimiz
Durdona qizimizni taklif qilamiz. Xushchaqchaq, istirali O'ktamboyev Timur o'g'limizni ham chaqiramiz. Bolajonim, kela qol. Tabriklayman. 5 bahoriga o'qishingga tilakdoshmiz. Shu bugungi kunni chiroyli o'tkazgan ustozga, onaligi, bujonligi, hammaliga rahmat. Hamda mana shunaqa chiroyli kiyim bilan ta'minlab bergan. O'zi bormi, yo'qmi? Nilufar qizimizga ham butun bir maktabimiz quriyat domidan kattakon rahmat. Ishlaringni rivojini bersin. Qo'llaring dard ko'rmasin. Rahmat, hammaliga rahmat kelganingiz uchun. Ustozlarimizdan Muslimova Gulsar opamga beraman. Bolalarimiz yodlagan she'rlardan mana bir parcha aytlab bermoqchi. Agar adashib qolmasam. Aziz asrimizning aziz onlari. Aziz odamlardan so'raydi qadrin. Fursat g'animatdir shoh satrlarla, bezamoq foizdir umr daftarin. Hurmatli aziz ustozlar, hamkasbalar, bujonlar, aziz ota-onalar va bizning sababchilarimiz, shu bayram sababchilari bo'lgan jajji farzandlarimiz. Hammangizni shularning qatorida Lola, sizni ham shu bayram bilan tabriklayman. Hammangizga uzoq umr, sihat, salomatlik. Alifbey bayrami bu hayotimizdagi barcha o'qituvchilarimizni boshidan kechiradigan mashaqqatli, qiyin bir bayram, ham shodlik bayrami hisoblanadi. Bu bayramda 4 oy mobaynida o'rgangan narsalarni o'qib kelgan mehmonlarga ko'rsatib berishi o'zi bo'lmaydi. Lekin mana shuni uddasidan chiqqan barcha o'quvchilarga, barcha mana bu yelkadosh bo'lgan ota-onalar sizlarga, ustozlarga, ayniqsa mana Kamola qizi bizga balet masterligini juda ham chiroyli rolga qo'yib qo'yibdi. Hammamiz xursandmiz. Bundan keyingi ishlaringizda hammangizga omad tilaymiz. Sog' salomat bo'linglar. Kelayotgan 2026-yil hammamizga qutlug' qadamli bo'lsin. Farzandlarimizni bundan-da olgan bilimlari mustahkam bo'lsin. Hammamiz shu farzandlarimiz rohatini har doim ko'rib yurish hammamizga nasib bo'lsin. Sog' salomat bo'linglar. O'zimizni ustozimiz ham bujonimiz bo'lgan Dilbar opamga so'z beramiz. Assalomu alaykum. Aziz, mehribon, mehnatkash, bir-biri bilan ahil bo'lgan onajonlarim. Assalomu alaykum. Mana aqlli, dono bolajonlarim. Bugungi bayram savodxonlik muborak, bayram shodlik muborak. Xudo xolasa mana ikkita bayram orasida turibmiz. Lola, umringiz uzoq, tan joningiz sog' bo'lsin. Bugungi savodxonlik bayrami uchun sizga katta rahmat deyman. Buni aytish oson, tagida lekin juda ham katta mashaqqat va mehnat yotibdi. Shu bolalarimizni sizlarga ishonib topshirganmiz. Mana shu farzandlarimizni kelajakda bugun juda ham chiroyli noan'anaviy tarzda bir nimani tashkillashtiribsiz. Ya'ni farzandlarimizni kelajakda kim bo'lishi haqida so'rabsiz, gaplashibsiz bularni. Kelajakda har bitta insonning o'zini o'rni bor-da. Qarangda, bugun onajonlar xursand bo'ldinglarmi? Men shunday rasmni ko'rganda men bir safar bolam tandim-da. Harbiy turibdi oldimda, bolam har doim harbiy bo'laman dedi. Ilohim niyatlariga yetsin, bolajonim. Hammanglar mana qo'lingizda rasmlaringiz turibdi. Ana shu rasmdagi kasb egalari bo'lishingizni tilakdoshman. Sizlarning baxtinglarni, kamolinglarni, rohatinglarni ko'rish hammamizga nasib bo'lsin. Onajonlar, sizlarga bundan buyog'iga yana kuch va quvvat tilayman. Birinchi sinf o'zi hayotda inson har doim birinchi qadam qo'yadi-da. Birinchi qadam tug'ilishimiz bo'lsa, ana undan keyin bog'chaga bordik, mana maktabga keldik. Maktabni bitiruv kechalarida ham birga bo'laylik. Hamisha shu farzandlarimiz yuzimizni yorug' qilsin. Lola, singiljonim, aziz ustozim, sizga shu farzandlarimizni tarbiyalashda kuch va quvvat so'rayman. Mana shu bilimli, ibratli o'quvchilar bo'lib yetishsin. Kelajakda hammamiz yuzimiz yorug' qiladigan O'zbekiston Respublikasini butun dunyoga o'zlarini chiroyli mehnatlari bilan, o'zlarini bilimlari bilan tanitadigan yigit qizlar bo'lishsin.
Hammaga rahmat. Bugungi bayram yana bir bor muborak bo'lsin. Ko'p bayramlarda birga bo'lish bizga ham nasib bo'lsin. Kelayotgan yangi yil hammamiz uchun qutli, qadamli, barokatli bo'lsin. Allohga hammamizni omonat topshirdim. Keyingi bayramda ko'rishguncha hammanglar sog' salomat bo'linglar. Lola, sizga katta rahmat. Sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Barcha niyatlaringizni Allohim o'zi ijobat aylasin. Rahmat. Ana endi bolajonlar, bizning sevimli bog'cha opamiz, tarbiyachimiz Nilufar opamizga so'z beramiz. Nilufar, siz mana bu ekkanni xollab, biz ularni parvarishlabamiz. Qani bir tilaklaringizni aytib bersangiz bolajonlaringizga. Assalomu alaykum aziz ustozlar, onajonlar, shirindan shakar bolajonlarim. Mana bugun hammamiz bolalarimizni savodxonlik bayramini birgalikda tomosha qildik. Bayram juda ham ko'tarinki kayfiyatda, juda ham chiroyli bo'lib o'tdi. Men faqat xursand bo'lib o'tirdim. Bolalarimizni bu darajada ko'rish menga ham juda ham faxrli. Men faqat xursand bo'laman. Bu ko'p aytganman. Bular har doim a'lo o'qib, yaxshi bola bo'lib yurishsa, men faqat xursand bo'laman. Sizlar qanchalik faxrlansanglar, men ham shunaqa faxrlanaman. Chunki bular meni ilk qaldirg'ochlarim. Boshqacha yaxshi ko'raman baribir bularni. Hammasini o'zgacha yaxshi ko'raman. Bugungi ilk yutuqlari bilan bolajonlarni ham shu bilan birgalikda Lola ustoz sizni ham tabriklayman. Bular savodxonlik kitobini o'qib, harf tanib, ilk savodlarini chiqarishdi. Bunda sizning mehnatingiz juda ham katta. Bu mehnatga ta'rif ham bera olmaymiz. Buni mukofotlay olmaymiz ham biz. Mehnatlaringizni faqat Alloh mukofotlasin. Har doim ishlaringizga rivoj tilayman. Bolajonlar kelajakda shunaqa yetuk insonlar bo'lib, mehnatlaringizni yuzaga chiqarsin. Har doim ishlaringizga omad tilayman. Bolajonlar bilan birga ishlashda charchamang. Har doim shunaqa namunali, faxrli. Ortadan katta. Qatorda Nilufar, sizga ham arzimagan sovg'amiz bor edi. Onajonlar nomidan qabul qilasiz. Mehnatlaringizga rozi bo'lasiz. Bolalarimizni shunday chiroyli qilib tarbiyalab berganingiz uchun, liboslari uchun kattakon rahmat. Aziz mehmonlar, ota-onalarga so'z berishdan oldin shuni aytaman. Mana shu bayram o'tkazishimizda mana ota-onalarning ham hissasi katta. Mana shunaqa chiroyli joylarda bolalarimizga sharoit yaratib, mana kiyimlarini tikishda Nilufar sizga katta rahmat. Juda ham chiroyli chiqdi. Hammani havasi keldi. Ishlaringiz barakatini bersin. Yuzlaringiz yorug' bo'lib bersin. Ota-onalarga rahmat deyman, Komolaga katta rahmat deyman. Raqslarimizni men bilan yelkama-yelka turib baravar tayyorladik. Komolaga ham katta rahmat. Ishlarida rivoj tilayman. Yanada yuksaklarga chiqishini tilab qolaman. Har doim aql inoqchiligimiz ketmasin, martabang ulug' bo'lsin. Katta rahmat sizga. Ota-onalar sizlarga ham katta rahmat. Topgan tutganingizga baraka bo'lsin. Hammasi farzandlarimiz uchun, farzandlarimizni porloq kelajagi uchun qilamiz. Rahmat sizlarga ham. Ana endi ota-onalardan so'z beramiz, xohlachi. Yana bir bor hammanglarga Lola opa, biz ham sizni tabriklaymiz. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Hamma onalar, otalarning nomidan tabriklaymiz. Jonlarimizning nomidan. Umringiz uzoq bo'lsin. Oilangiz baxtiga sog' bo'ling. Bizning bolalarimiz baxtiga ham sog' bo'ling. Qilgan mehnatlaringizga rozi bo'ling. Xudo xolasa kelajakda mana shu bolalar kamolini ko'rib, Lola opa, bolalarimiz mana shunaqa inson bo'ldi deb sizdan faxrlanib yuraylik. Lola opa, kattakon rahmat. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Yangi yil hammamizga yaxshiliklar olib kelsin. Rahmat, hurmatli ota-onalar. Gap sovg'ada emas, hurmat e'tibor, bir-birimizga mehr-oqibatimiz. Sizlarni ham topganingizga baraka bersin. Rahmat. Yanada birgalikda ishlashimizda har doim aql inoqchiligimiz ketmasin. Hammangizga katta rahmat. Xush kelibsizlar.
Bayramimiz yakunlandi. Gül alacak, salça salacak büyüme.